Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz sarmoya tarzida 3300 pul ishlab oldik. Batafsil misol uchun siz pul ishlamoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring. Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlarga mana bu sayt orqali 3 gacha oyiga pul ishlashni ko'rsatib o'taman. Sarmoya tarzida ishlaymiz. Bu saytda ro'yxatdan o'tish uchun video tagida havolani qoldiraman. Kommentariyada uchun kirib olib, ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Kommentariyada qoladi link. Birinchi qatorga misol uchun sizlar sign up degan joyga kirasiz. Kirganingizdan so'ng birinchi qatorga o'zingizni ismingizdan bir ikkita son yozasiz hamda o'zingiz email pochtangizni 3 va 4 qatorga bir xil parol yozib qoldirasiz. Ya'ni ismingizni yozib qoldirsangiz ham bo'ladi va bu joydan mana kapchani terasizlar va kapchadan o'tib olib sign up degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olasiz. Bu joydan kapchadan ham o'tasiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana biz saytga ham kirib oldik. Hozir bizning hisobimizda 49.9 ta misol uchun, ya'ni pol degan kriptovalyutamiz bor. Hozir mana shuni qanday ko'paytirishda sizlarga ko'rsatib o'taman. Qarang, bu saytda biz misol uchun sarmoyasiz tarzda pul ishlasak bo'ladi. Sarmoyasiz tarzda pul ishlash uchun mana faucet bo'lim bor, asosiy bo'lim. Shu faucet bo'limda misol uchun ishlasak bo'ladi. Buni qanday deyishingiz mumkin? Buni misol uchun har soatda misol uchun biz mana bunda kapchani terib olib, misol uchun mana shunday pol, ya'ni kriptovalyutalarni yig'ib olsak bo'ladi. Bularni ham ko'rsataman. Asosiy narsani hozir sizlarga video davomida ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizga misol uchun mana pol berildi. Endi asosiy kerakli narsa do'stlar, mana games bo'limiga o'tamiz. Games bo'limidan hozir sizlarga mana shu saytdan misol uchun qanday qilib sarmoya tarzida ishlashni ko'rsataman. Buning uchun DAS o'yiniga kiramiz do'stlar. DAS o'yiniga kirib olib, hozir sizlarga ajoyib bir strategiya ko'rsataman. Mana shu strategiya orqali oyiga misol uchun sarmoya tarzida bemalol 3.300.000 gacha pul ishlab borsangiz bo'ladi. Faqat kuniga bir marta o'ynaysiz do'stlar, bir marta. Bu o'yin. Mana 0.1 dan qo'yamiz misol uchun, albatta. Keyin do'stlar, mana bu yerda manual degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosamiz, avto bo'ldi. Yana bir marta bosamiz. Ustiga bosib turasiz, o'zi o'zgaradi mana. Strategiya bo'ldi do'stlar. Strategiya. Hozir sizlarga martingale strategiyasi bor. Martingale strategiyasi orqali pul ishlashni ko'rsataman. Qarang, bu strategiyani misol uchun sizlarga hozir men ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shuni misol uchun sizlar ham xuddi shunaqa tartibda yig'ib olsangiz bo'ladi. Buning uchun qanday qilasiz? Buning uchun mana strategiya yaratish degan bor. Create strategiya degani bor. Shuni ustiga bir marta bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizlar misol uchun birinchisini xuddi mana shunaqa tartibda qo'yib olasiz. Mana xuddi shunaqa tartibda misol uchun qo'yasiz va yaratib olasiz. Ya'ni save strategiyani bosasiz. Bosganingizdan so'ng xuddi mana ko'rsataman hozir, mana ustiga mana bir marta bosdik. Hozir qarang, mana creative new deb bosaman, mana bosildi. Xuddi shunaqa tartibda misol uchun yaratiladi. Men misol uchun hozirgi mana bu rasmda qanday ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shunaqa tartibda yaratib olasizlar. Endi do'stlar, bizda mana take profit degan joyda umumiy foyda ko'rinadi. Hozir mana startda bosaman, ketdi do'stlar, o'zi bizni ishlab boshlayveradi. Bu joyda umumiy misol uchun foyda ko'rinadi do'stlar. Hozir sizlarga mana shu foydalari ham qanday qilishda ko'rsatib o'taman. Umumiy foydamiz ko'rinadi do'stlar bu yerda. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun sizlar ham sarmoya tarzida pul ishlab borsangiz bo'ladi. Oyiga misol uchun bemalol 3.300.000 gacha pul ishlab borsangiz bo'ladi. Buning uchun do'stlar, sizlar mana shu saytda ro'yxatdan o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Do'stlar, kommentariyada mana shu saytlarning havolasini qoldiraman. Bu saytlarning hammasi misol uchun hammasida mana shu o'yin bor. Hammasida misol uchun bemalol mana shu saytdan misol uchun ro'yxatdan o'tib olib, hammasida bir xil shunaqa o'yin bor. Shu strategiyani hamma misol uchun saytga qo'llasangiz bo'ladi. Hozirda misol uchun mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 3.4, ya'ni 3.5 misol uchun pol bizda yig'ildi. Mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ozgina misol uchun 1 minut ham vaqt ketdi yoki ketmadi. Biz sarmoya tarzida pul ishlab oldik. Xuddi shunaqa tartibda do'stlar, misol uchun ishlab borsangiz bo'ladi. Balansingizni misol uchun do'stlar 1% ni qo'yasiz. Misol uchun 100 ta pol bo'ladigan bo'lsa, shuni misol uchun 1 pol qo'yasiz. 100 ta pol bo'ladigan bo'lsa 1 pol qo'yasiz. Yoki 100 ta tron bo'ladigan bo'lsa 1 trondan qo'yasiz. Hozir mana 5 tadan oshdi do'stlar. Mana 4.8 yana bir marta bosamiz. Qarang, bu endi yangidan boshlanib ketdi do'stlar. Mana o'zi balansga ham e'tibor bersangiz bo'ladi. Keling, mayli oxirigacha sizlar bilan o'ynaymiz mana. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana 12.8 ta. 12.8 ta misol uchun biz pol ishladik. Hisobimiz mana 65 bo'ldi. Ya'ni 15 ta ishladik. Xuddi shunaqa tartibda sarmoya tarzida ishlab borsangiz bo'ladi. Do'stlar, misol uchun bu saytlar hammasida misol uchun mana shu o'yin bor.
Misol uchun ko'proq sarmoya sifatida ishlayman desangiz, birinchi navbatda depozit kiritib olasiz. Depozit degan tugmani bo'lsangiz, ko'proq misol uchun sarmoya sifatida ishlab olsangiz bo'ladi. Misol uchun mana pol adres bergan, mana shu pol adresni nusxalab olib, misol uchun Binance orqali bemalol misol uchun pul kiritib olsangiz bo'ladi. Misol uchun agar misol uchun sizlar pul kiritishga tushunmaydigan bo'lsangiz, menga Telegram orqali bog'lanasiz. Telegram lichkamni ham qoldiraman. Shu Telegram lichkaga bog'lansangiz, men sizga qanday qilib depozit kiritishni ko'rsatib o'taman. Depozit kiritasiz va xuddi shunaqa tarzda sarmoya ishlab borasiz. Venzira knopkasi ham bor. Venzira knopkasini ham bosadigan bo'lsak, mana bizda pul yechib olsak ham bo'ladi. Hozir men sizlarga pul yechib olib ko'rsataman. Do'stlar, mana hozir men adresimni kiritaman va necha pul yechmoqchimiz do'stlar, mana maksimal summaga bosaman va bu joyda kapchani bosamiz va do'stlar pulni yechib olamiz. Hozir mana Venzira knopkasini bosamiz. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bizda mana pul yechib olishga o'rnatildi. Ya'ni 65 ta pul, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi, $9. Ya'ni do'stlar salkam $5. $5 misol uchun sarmoya sifatida ishlab oldim. Agar balansingizda misol uchun ko'proq pul bo'ladigan bo'lsa, bundan hamda ko'proq misol uchun sizlar ya'ni sarmoya sifatida oyiga 3.300 gacha pul ishlab olsangiz bo'ladi va undan ham ko'p ishlasangiz bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda sarmoya sifatida ishlab borsangiz bo'ladi. Hammaga omad.